Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Charchamay, sog' salomat, musofirda ishlayotgan vatandoshlar. Sizlar ham yaxshimisizlar? Qiylanmay, zerikmay, charchamay ishlayapsizlarmi? Qirg'izistonlik birodarlarimiz, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston hammanglarga alangali salom. Yaxshimisizlar? Biz ham ishlarni boshlayapmiz mana ertalabda kelib, Xudo xolasa. G'ish yo'ligidan betonlarni quyib olyapmiz. Kecha ko'rgan bo'lsanglar, zinalarni quydik. Ko'prikka harakat qildik. Men kamerani aylantirib olaman ekan. Zinalarimiz bo'lgan. Kecha quyganmiz qadrdonlar. Pog'onasi qoldi, uni materialimiz yo'q, qo'ya olmadik. Yog'och qilganimizni quyib qo'yamiz. Mana uyga bola to'ldi, kecha suv oquvdik, mana cho'kadigani cho'yib olyapti. Yaxshilar. Nima pena blok urishimiz kerak. Endi yarim pena blokka pul yig'ilibdi, Xudo xolasa. Bugun yarmini olib kelishga harakat qilamiz. Hozircha ozgina sementimiz bor, shu bilan ko'prigimiz ham bitib qolar ekan. Shunga harakat qilyapmiz. Mana qadrdonlar. Qiret. Xudo xolasa mehr bilan qilinyapti sizlarni qilgan ehsoninglarning natijasida inshaalloh. Bugun havo kechqurun yomg'ir yoqqan. Bugun havamiz salqin, rosa ish qiladigan havo bo'lyapti. Hasanboy qani? Hasanboy ichkariga kirib ketdi shekilli. Hasharga kelaman deydiganlar endi hali bir aylanib havo almashtirib kelaman deydiganlar kela olasizlar. Shu chaday nanaylarda ham mana shu havo, ashadagi havolar mana shu yerda bor, so'lim joy. Qadrdonlar, u jigar menga salafan topib kelaman deb ketdi. Olib kelsa, shundoq quyib qo'yamiz. Ehson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Ehson qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Qadrdonlar, duo qilib qo'yinglar. Juda ko'pchilik 5 ming, 10 ming ehson qilishyapti. Xudo xolasa inshaalloh Allohning izni bilan tez kunda bitkazib olamiz. Shu muammo g'ish bo'lyapti bizga pena blok. Pena blok urilib qolsa mahalladan to'sinlari chiqib qoladi. To'sin bilan vassalliklar shilibga. Doim eng o'ylantiradigan narsa tomga material bo'lardi, proyektlarda. Bu yillarda ko'p ketmaydi tomga, shipper, straper rekasini olsak bo'ladi. Xudo xolasa. Keyin kecha mana efirda ham ko'pchiliklar qo'lladinglar qadrdonlar. Alloh rozi bo'lsin hammanglardan. Hanif opam ham efirdan oldin 2000 rubl deb pena blokka pul tashlab qo'ygan, ota-onasi o'tib ketgan ota-onasini haqqiga duo qilib qo'yasizlar. Ertalabda mana ish qilayotgan O'tkir Xo'ja akamning kichkina o'g'li ham ishga deb 100 ming so'm tashlab ketdi, duo qilib qo'yinglar. Otasi o'zi mana shu yerda hasharga chiqib xizmat qilyapti. O'g'illari ham. Endi hojivalar suhbatini olamiz. Mana 3 ta hojiva oshga harakat qilishyapti qadrdonlar. O'tni yaxtiz. O'tni boshlayapman. Assalomu alaykum, Sirojiddin obunachilari. Qadrdonlar, yaxshimisizlar? Ishlayapsizlarmi, charchamasizlarmi? Mana biz ham ertalabda kelib Xudo xolasa mana ishlarni boshlayapmiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar, Xudo xolasa. Rustamjon mana
blok ishga mashina ustab harakat qilyapti. Sirojdan bir yoqda bana xudo xohlasa hozir aroz ustiga jinday beton qolgan, shu cholasini qo'yib keyin blok ishlarni bugun xudo xohlasa tushirib harakat qilinadi xudo xohlasa. Ha, hozir jigar salafan olib kelsa, Ya, kakasini to'kib quyib qo'ysak, xudo xohlasa ishlarimiz endi sal oldiga bosib qoldi xudo xohlasa. Tez kunlarda eson-omon manaqa keldi jigar. jigar ham keldi, xudo xohlasa qalapan ham keldi. Mana. Bayda issiqda nima bu? Kela olasizlar, qadrdonlar, osh bo'lyapti. Kelavering mana oshlar bo'layapti, xudo xohlasa. Povut og'a ham har kuni shirin ovqat qilyapti. Va chadayda ham mana shunaqa manzarada o'tirasizlar-da. Ha. Juda to'g'ri. Obunachilar lahlarni ham bosinglar. Achachilar ham g'aram, xudo xolasa. Ana suv qishlarda ham matlari ham bor. Salom bermadingiz-ku. Salom, hammalaringiz uzr. Jigarni bugun kayfiyati yaxshi. Bugun jigar xursand. Mana hozir Sirojning obunachilari, yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi, birodarlar? Omonmisizlar? Doim sog' salomat bo'linglar. Musofirdagilar, hammalaring yaxshimisizlar? Yaxshimisilarmi? Ishlar bilan charchamang. Doim tan jonlaring sog' bo'lsin. Umrlaring uzoq bo'lsin. Oltin boshlaring omon bo'lsin. Topganlaring oltin bo'lsin doim. Omon bo'linglar. Shu ozginadan mana sheyga, mana Rustamjon, mana Sirojlarni proyektiga 5 ming, 10 mingdan yordam qilaringlar iltimos. Kino blogimizni olaylik. 650 taga mana xudo xolasa pul qilib biz shuni olib kelib harakat qilib tursak, qolganini ham tezroq shu yordam qilaringlar. Mana shu qizlarimizni shu hayitgacha olib kirib qo'shaloq xursandchilik qilaylik. Bir yoqda Qurbon hayit, bir yoqda bu qizlarimizni xursandchiligi. Hammamiz birgalikda bo'laylik, ilohim. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Rahmat. Hojivalarni ham duo qilib qo'yinglar, qadrdonlar. Sizlar ham kesinglar, mana shu yerda birgalashib, ovqat qilib, obed qilib ketasizlar. Bu yer o'ta fayzli, videoda ko'rinmay, bilinmayotgandir, lekin kesinglar, Rahmat, maza qilasizlar. Rahmat, kam bo'lmang. Rojidilda obunachilari, mana kecha bu Hojakam ikkovimiz Hazrat masjidlariga borib namozlarni o'qib, sizlar haqlaringga duo qilib, shu yerda duo qilgizdirdik. Doim omon bo'linglar, yaxshi yuringlar. Va bolalaringga, nabilaringga bosh qo'yinglar. Duoga bo'linglar, ilohim. Ularingda, xonadonlaringda hamisha xursandchilik bo'lsin. Topganlaring to'ylarga bersin. Shuni emasda 5 ming, 10 ming shaqa ham dedi yordam. O'zingiz yaxshimi? Lakka bosinglar faqat lakka. Lakka. Ishonamiz. Qadrdonlar, endi ishlarni boshlaymiz. Mashaga muzikalar sadosi ostida stashkalarni qo'yamiz. Farqlar zarur har bir kishiga, savob ila zarar gunohning puxta yurur biling ishiga. Kim tanisa Rasulullohning ibodati bir istirohat, ko'rmas aslo ruhiy talofat. Ko'ksin silar haqiqiy rohat, kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Xulqi go'zal, ilmi bo'lar mo'l,
chalg'itolmas biror yomon yo'l. Ayoliga ko'tarmaydi qo'l. Kim tanisa Rasulullohni, birovlarning baxtini buzmas, omonatlik ahdini buzmas, qarindoshlik rishtasini buzmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni, kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Kulib turar g'amgin bo'lsa ham, irodasi metin so'lsa ham, donishmandur farrosh bo'lsa ham, kim tanisa Rasulullohni. Obro' ila mansab talashmas, do'sti bilan markab talashmas, mo'min bilan mazhab talashmas. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni. Aslogina saqlab yurmaydi, hasad tomon yuzun burmaydi, qo'shnisiga azor bermaydi. Kim tanisa Rasulullohni, halol yo'lda horib qolmaydi, o'zgalarning haqqin olmaydi, savdo qilsa alday olmaydi. Kim tanisa Rasulullohni, har dam ilm tomon otlanar, miskinlarning ko'nglini shodlatar, bolasiga yosin yodlatar. Kim tanisa Rasulullohni, kim tanisa Rasulullohni, kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni, kimki desa, kim tanisa, kimki sevsa Rasulullohni. Siz yurtingizda dil xotirjam, imkon bo'lsa har kim yurtdan rizqin tersin. Sog'inchiga topolmaydi biror malham, musofirda yurganlarga sabr bersin. Sog'inchiga topolmaydi biror malham, musofirda yurganlarga sabr bersin. Bir kuni to'q, bir kuni och bo'lishi bor, bir ozgina tin olmoqqa bo'ladi zor. Kim tutadi ich deb yolg'on bo'lsa bemor, musofirda yurganlarga sabr bersin. Kim tutadi ich deb yolg'on bo'lsa bemor, musofirda yurganlarga sabr bersin.
Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. O'tkazar har lahzasini, unutishga majbur ba'zan laqchasini, ko'zga suritib topgan har bir aqchasini. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Ko'zga suritib topgan har bir aqchasini. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Borgunimcha onam omon bo'lsin deydi. Olislarda otasini g'amin yeydi. Keling desa bolasiga nima deydi? Musofirda yurganlarga sabr bersin. Keling desa bolasiga nima deydi? Musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. O'ziga sabr tilar. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Duosida o'ziga sabr tilar. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Kim qoralar, kim ma'qullar ketganini, har kim o'zi bilar o'zdan o'tganini. Bitta yig'ib halol topganini. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Bitta yig'ib halol topganini. Musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Musofirda, 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 musofirda yurganlarga sabr bersin. Bir kam zulm bor edi, kiysa odam uyalar. Chunki olmadik joyin, yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga. O'shal kuni shu kamzil kirib oldi tushimga. Bir kam zulm bor edi, kiysa odam uyalar. Chunki olmadik joyin, yeb qo'yishgan kuyalar. Qishda uni ehson deb berdim muhtoj qo'shnimga. O'shal kuni shu kamzil kirib oldi tushimga. O'tganmishman olamdan,
chorshanbaning tongida turganmishman do'zaxning shundoqqina yonida emishman shir yalang'och na molim bor va na pul ko'zlarimda dahshatu qo'limda yirtiq kamzil oh u olov u azob qovrilarmish odamlar qayta yonishib sovrilarmish odamlar o't menga ham urarmish yoqay deb yuz ko'zimni shu teshik kamzil bilan to'sarmishman o'zimni faqat yirtiq joyidan har gal jonim kuyganda der emishman qaniydi kamzil butun bo'lganda essizgina tiriklik qursin kiyib yeganim shuni yorug' dunyodan o'zimga ol kelganim ah qo'shnima shungayam suyunib rahmat degan olgani uchun rahmatni men aytsam bo'lar ekan kiyimlarim javonga sig'may turardi arang sandiqda qancha kiyim qolib ketdi attang qarindoshlar ichra ham qiynalganlar bor edi chehrasidan bilardim kim nimaga zor edi gadoy so'rasa 100 so'm javradim ensam qotib tabassum bilan emas berdim yuziga otib bilsam muhtoj qo'liga tutqazganim bir tillo oxirat sandig'imga tushar ekan ko'p ming tillo yig'ib merosxo'rlarga olib ketar molimni o'ylamabman o'zimlar olib ketar molimni yoshligimda qarnini deyaversam meniki bobom derdi ey bolam bergan narsang seniki kiyintirgan kiyinar yedirganlar yeydilar birini kiysang birin ehson qilgin deydilar shosh dedilar yaqinda muhtoj odam qolmaydi sadaqa qilay desang hech bir odam olmaydi xoh yashirin xoh oshkor ehson qilgin ko'pmi oz hatto tabassuming ham jannatga bir imtiyoz qarashib qol ey inson miskinning oshnoniga o'lmay turib kirib ol jannatning ayvoniga yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim yirtiq kamzilni ushlab bir narsani o'ylardim bilganimda to'nimni ehson qilgan bo'lardim nimaga men Tanimagan odamingiz ham bormi sizni? Ayting shu nima boru qishloq. Bo'yda qishloq bitta tayya nimasida kuyib qo'ydi. Uch xonada. Tayya. Yo'q otasi yo'q. Yetim. Bolalar. Tanimagan odamingiz ham bormi? Yo'q. Yo'q. Tugamas ajr savoblar. Yuvingizni uzoq o'tishingizga qilsin. Farzandlaringizni yurishinglarni o'z havasini qo'londan yuvingizni uzoq o'tishingizga qilib, kelasi shu vaqtlarda hammalarni shunaqa yana ehsonga bo'lib yurishlik barchalarimizga nasib bo'lsin. Bo'pti, ishlar bor. Ya bo'ldi endi men ham bor. Egan o'tib qo'yay. Qaytib bo'larmikin? Ha. Yo'q, endi siz qanday qisharlar bitta dab chiqadi o'sha yo'l. Mana yo'l kelsangiz ham bo'ladi. Bitta dab chiqadi. Yo'l yaxshi ekanda shunda qaytib qo'yamiz. Yo, bunday chiqasiz bo'ladi. Agar yo'l yaxshimasa. Ha, zo'r. Obunachilar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? To'g'ri borsangiz dirnash keladi, o'ngga chiqadi. Dirnashda. Lo'k kutyapmiz qadrdonlar. Kafilkili qimmatli kelyapti. Kafilkili olib beradiganlar yo'qmi? Sizda sehi bor akalar bo'lsa, tushib reklamalar bizdan. Tushdinglar.
2-3 tonna kafirlik ketadi. Hop aka. 2-3 tonna kafirlik ketadi qadrdonlar. Agar mana shu o'rtada mana kafirlik sexi borlar bo'lsa, shu ishlab chiqarishni ehson qilaman deganlar bo'lsa, juda bir ulug' ish bo'lardi. Ekranda reklamasi ekranda telefon nomeriga telefon qila olasizlar. Qadrdonlar. Ko'prik qalay chiqibdi. Abdurahmon kelib pardoz berib qo'yapti ko'prikka. Ishga qarab qoldik. Qadrdonlar yamini olib kelyapti. Tekizlab g'ish tahlilini yoqib qo'ydik, xudo xolasa. Nima deysiz endi? Assalomu alaykum, qadrdonlar, yaxshimisizlar? Ko'prikni silliq qilib qo'yapmiz. Xudo xolasa bu obyektimiz juda chiroyli ketyapti inshaalloh. Chunki doim niyat qilardik. Tagidan hamma betonini bitta quyib olib turib, keyin devorni urishni boshlasak-ku derdik. Xudo xolasa endi bitta faqat zaborlarini urmadik, betonini quymadik, lekin uyda deyarli hammasini quyib oldik. Keyin ayvon qo'shamiz, hammom qo'shamiz, qilib yurmaymiz endi inshaalloh. Kuzatib turganinglarga, qo'llab-quvvatlab turganinglarga hammanglarga katta rahmat. Qadrdonlar, ehson va bardavom bo'linglar. Xudo xolasa bu proyektni ham juda chiroyli qilib qilamiz inshaalloh. Xizmatdamiz. Like qilishmasin. Keyin kelaveringlar sizlar ham, qadrdonlar, bir havo almashtirib ketasizlar. Ko'rgan odam kelib Mosurida bir piyola choy ichib ketishyapti, hormanglar deb. Keyin qadrdonlar, jigarga ham kanal ochildi mana. Yo, ochildi bizdan. Lajlari bosinglar, hammadan bosinglar. Usta Rustam kanaliga ko'pchilik obudoba yo va kabetarada jigardi kanalini silkasi bor. O'tib obuna bo'linglar. Sharti 4 kunda 20 ming bo'lish bilan berdi. Rustamjon uni anaqayu qo'li ochiq-ku, shunday olib beraveradi. Mehr ko'zdani ham Hojivaga bergan, Rustamjon Hojivaga. Usta Rustamni yana jigarga berdi. Bosinglar haqiqatan lajlarda. Xudo xolasa keyin jigar ham ma'dan biz ketganimizda mana shu Qo'qon zonasida proyekt bo'lsa o'zi boshla oladi. Hammamiz. Ya endi-da hammamiz hozir yuzam jonda makka buzamiz. O na qo'sini qishloqda ham bor ish. Keyin bo'yda qishloqda ham bor ish. O bizda 6 ta oladi nimasi, hakim to'ya. U minag'asida u nimasida. O'sha yoqda ham bitta hoji ona ham o'zida chola o'tib ketdi. Checha jo'chuni olib qo'ydi. Meni xotinimni biz ulgurmaganimizni siz o'zingiz bu yerda oqibati zo'r. Xotinimni ammalarida bolalar. Ammalari bolalar. O'sha topib uyda nima qo'ydi, olib qo'ydi. Sizni topib. Pocha. Ina bo'ldim pop. Pochaligingiz. Ina xis qildim pochaladim. Ina xis qildim. Pocha qilib uyda. Bo'ydalikda qiynaladi, o'jaladi bor. Chola yassiyada borib olamni o'tdi. Keyin o'sha ammalarida bolalari. Uy zayib 3 xonada nimada qo'ydi. Meni pocha. Men
Salom alaykum. Men nima o'tdan bolalar? Qochcha bo'ldim. Siz o'zi mashhur inson bo'lib ketdingiz, siz his qilmayapsiz-da. Qochcha bo'ldim. Yulduz bo'lib ketdingiz-ku. Ushoqda. Yo, men oddiy odamman. Nimalar hal qilgandim. Deb so'yapti aytdim. Men hal aylanmaydi. Rustamjon o'zi ehsonni 10 da bajaradi. 10 da. Ana hammalari chiqinglar, endi uzancha haqlari. Sizlarda pullaringizni yeb ketmaydi. 10 da ishlatib, sizni chaplab ketadi. Chiqinglar ashada ertadan. 10. Urganchini ertaga hasharga aytib qo'ying, ish urishgali oshnalar. Bo'ldi. Oshnalarimni hozir o'tib uyda o'zim uyda asosiy Kanalingizda o'yadi Pedro emasmi? bor. Yuring. Unmadi ular. Moshinaga chiqibdi. Ketdik. Oq tutanmi? Bor. Jigarni kanalida ko'rasizlar. Jigarda yozsanglar chiqadi. Video kommentariyasida silkasi turibdi qadrdonlar. Rostdan siz otam to'ymassiz-a? Yo'q, tozalasiz. O't degan bir rasm Abdurahmon. Qani bitta layk bosinglar shu. Voyillaydi. Mikser keldimi? Baquvvatanchi. Bo'ldi, hozir yuklayapti. Hozir nima bo'ldi? Qanaqasidan nima olib qo'yamiz. Boruza Ma orqasidan ikki balonni uzib olmaysizmi? Muallim birinchi kelganda Ontarib borasiz, buni nima? olingan bo'lsa, kimyosi akam sizdan topib qoldi. Ya, og'ir ekan. Bu qo'yloq. Qadrdonlar. Jigarda otdi kuchi bor ekan. 17 sirklarda o'ynamaganmiz, tosh ko'tarishadi, polvonlar. Mashinalar tortmaganmiz. chiqdim. Hali toshda ko'tarizdan keyin nimaga keyin Nechta ko'targansiz? ikkita toshda hech ko'taring dedi. Aka, olib qo'yaman men dedim. Olib qo'yaman 3 marta aytdim. Haling dedi. Hech ko'tarib bitta otib qo'y. Bo'ladi dedim. Ko'tarib yuborsiz uni. Mayoqdanchi? U yoqdan ham. Uzas. Apalab teklaylik keyin billa ko'taraveradi. Uzildi. Uzas. Qadrdonlar, kuzatib turinglar.